Bitta to'pni orqasidan o'rtasiga bo'shab. Siz esli bo'lib o'tiraverasiz. Osh yeng, go'sht yeng, davlengiz ko'tarilsin, oshqozon ichak kasallarga uchiring, teri kasalliklarga uchiring, yuguring edi, yuguring edi. Bilasizmi, yugurishlik qanaqa bir odamga foydali narsa? Habashlar deydi, Imom Muslim keltirgan hadisda Abu Hurayra roziyallohu anhu. Habashlar Rasulullohning huzurlarida xirob o'ynashayotgan edi. Masjidda xirob, haligi kaltagina nayzasini olib turib, o'sha jismoniy bir quvvatini ko'rsatish, chaqqonligini ko'rsatishlikda bo'ladigan o'yin edi. Umar ibn Xattob masjidga kirib qoldi, qarasa haligilar masjidda sport qilyapti. Yerga engishib tosh olib, haligilarni tosh o'ran qilib qoldi. Masjidda shuna qilishasanmi deganida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ey Umar, tek qo'yinglar. Dada, uray. Qayerda? Biz masjidda futbol o'ynaylik demayapmiz akalar. Hatto masjidda mana shu ishni qilsa payg'ambarimiz ruxsat beryaptiki, odamlar o'sha jismoniy Hal malada.